Keling aka, xush kelibsiz. Uka, oldinga men xijolatda keldim. Pul kerak yana. Sendan boshqa hech kimim yo'q, uka pul so'raydigan. Endi to'g'ri tushun. Bolam kasal, ilojim yo'q. Pul berib tur. Aka, bu nima deganingiz? Hozir olib chiqib beraman aka, bexijolat, pul bor. Ko'ngil to'qing. Aka, o'tirib turing, hozir olib chiqib beraman. Yana qarz so'rab ketdimi? Sen aralashma, pul meniki. Kecha opangiz pul so'rab keldi. Bugun akangiz pul so'rab keldi. Urug' aymog'ingiz kelsin. Qo'shqo'llab bering, uyimizni ham sotib bering. Qizimizni o'qitishimiz kerak, o'g'limizni o'qitishimiz kerak. Bizni bolalarni kim o'ylaydi? Siz bunaqa turishingiz bo'lsa. Gaping tugadimi? Qoch, aka. Xijolat qilmang. Menda pul bor. Bu xotin juda haddidan oshdi-yu. Buni tez tanobini tortib qo'ymasam bo'lmaydi. Nima qilsam ekan, a? Aqlimni ishlatishim kerak-da, nima bo'lsa ham. Pochcha telefon qilyapti. Alo, pochcha, yaxshimisiz? Asmoil, tuzukmisiz? Xullas, opangizning javobini bermoqchiman. Nima? Agar javobini berishimni istamasangiz, bir shartim bor. Shuni bajarasiz. Bo'ldi, men roziman. Pochcha, hozir yetib boraman. Pochcha, bizneslarim orqaga ketib, umuman ishim yurmayapti. Hamma narsani sotdim, lekin baribir yetmayapti. Sizdan iltimos bilan qarz so'rab keldim. Sizdan boshqa so'raydigan odamim yo'q. Akam deganman sizga. Siz ham akalik qilib berib turarsiz. Endi ukam jon deb yordam berardim-u. Menda ham ortiqcha pul yo'q, to'g'risi. Men yordam qila olmayman. Ye, dadasi, pulimiz bo'la turib, bitta ukamga yordam qila olmaysizmi? Meni ukam sizga axir begona emas-ku. Iye, pulim bor deb ukangizga berib yuborsam, bizni bolalarni kim o'ylaydi? O'g'limizni o'qitishimiz kerak. Qizimizni o'qitishimiz kerak. Bolalarimiz katta bo'lyapti. Pulim bor ekan deb ukang kelsa berib yuborsam, qarindosh urug'ing kelsa berib yuborsam, bizni bolalarni kim o'ylaydi? Ha, xotin, gaplarim og'ir botdimi? Jigaring ekanmi? Achinyapsanmi? Sen meni jigarlarimdan erishdan oldin, o'zing ham jigarlaringdan voz kecha olmasligingni anglagin. Tushundingmi?